Bugun biz Buxara International School'damiz. Buxara International School bu yaqinda shu yildan ishni boshladi va bu Buxorodagi eng yirik, kattaligi bo'yicha eng yirik maktab desam adashmagan bo'laman. Xo'p, asoschisi va direktori Behruz Muxtorov. Siz o'zingiz haqingizda oldin gapirib bering, keyin maktab haqida gapirib berasiz. Nima uchun maktab, xususiy maktab ochdingiz, ta'limdagi opit bo'lsa agar o'sha va o'zingiz haqingizda gapirib bering. Ismim Behruz Muxtorov aytganingizdek, hop 2021-yil Westminster Xalqaro universitetini bitirganman. Business Administration sohasida, ya'ni biznes boshqaruv sohasida. Va mana 9 yil bo'ladi, shu yil adashmasam 9 yildan beri ta'lim sohasida faoliyat yurityapmiz. Boshida o'zi IELTS instruktorlikdan boshlaganman, o'sha 2017-yilda. Shundan keyin ham bog'chadan boshlab, o'sha to yuqori darajagacha hamma darajani bosib o'tdik. Xususiy bog'cha, o'quv markazlar, keyin consulting agentsiyamiz bor edi. Bu o'sha top universitetlarga tayyorlash uchun o'sha IELTS SAT kurslari bilan shug'ullanganmiz. Aynan shu sohada bo'lganmiz. Endi shularni hammasini bitta maktabga jamlaylik deb mana Buxoroga qaytib, Toshkentdan shunaqa proyektni boshladik endi. Katta maqsadlar bilan, xudo xolasa. Xudo xolasa. Maktabimizning o'zi asosiy maqsadi ham aynan biz o'zimiz shu 8-9 yildan beri sohada bo'lgan top 100 ta universitetga tayyorlash. Ya'ni maktabimiz o'zi juda qabul bo'yicha kichik, hudud jihatdan eng katta maktab bo'lsa ham, lekin bor yo'q biz 300 ta o'quvchini olamiz. Bizning hozirgi rejamiz bo'yicha keyingi bir 5 yilda biz bor yo'g'i bir donadan sinf bitirmoqchimiz. Har bir sinf bitta. Birinchi sinf bitta, ikkinchi sinf bitta. Xuddi shunaqa. Hozircha mana 5-sinfdan yuqorisi bittadan. 11-sinf olmaganmiz. 9imiz 2 yildan keyin bitiradi. Bor yo'g'i biz 20 ta o'quvchini bitiramiz. O'sha 20 tani endi hammasiga kuchini berib, top universitetlarga kiritib, yana keyin bitta sinfni olib o'tib, 11-sinfga ularni ham shunaqa qilib, bitta sinf bitirtirib, bitta sinf qabul qilib, shunaqa kichkina hajmda bo'lsa ham har birini o'sha Ivy League top 100 ta universitetlarga kiritish maqsadi. Demak, siz hali universitetga kirmasingizdan oldin ta'lim sohasida ishni boshlagansiz 2017-yilda. Universitetga kirib bo'lganman o'sha paytda. Kirib bo'lgansiz. Universitetga kirgan yilim mana birinchi kursligimda o'sha Toshkentda o'sha o'quv markaziga joylashib, o'quv markazida IELTS instruktorlik boshlaganman. 8 yoshda edim o'shanda. Va shundan beri shu sohani ichida biz. Lekin universitetda ta'lim yo'nalishi bo'yicha emas, biznes yo'nalishi bo'yicha o'qigansiz. Nimaga shunday? Bilmadim endi, menimcha o'sha paytda ham mana 2017-yillarda IELTS 8im bor edi. U paytda IELTS bilan kirish mumkin bo'lgan O'zbekistonda bor yo'q sanoqli universitetlar bor edi, bilasiz. Va o'shalardan bittasi Westminster bo'lgan, endi menga ma'qul bo'lgan, yoqqan shu universitet. Birinchi kurs hammamiz bir xil o'qirdik. Foundation Studies bo'lardi. Keyin ikkinchi kursda o'sha 4 ta tanlov bo'lgan. Xalqaro huquq, ekonomika, ya'ni iqtisod va moliya va biznes boshqaruv. Darslarga kirib ko'rgan paytimda o'sha biznes boshqaruv men uchun eng qiziq bo'lgan. Foundation vaqtida ikkinchi semestrda kirib ko'rardik har bittasini darsiga. O'sha kirib ko'rganimda menga eng qizig'i baribir biznes boshqaruv bo'lgan. Ichida ham o'zining moliyasi bor, ham marketingi bor, brand journalism degan juda qiziq fanlarni o'qiganmiz. O'shalarni ko'rganda o'zim qiziqib, shuning ichiga kirib ketib qolganman biznes boshqaruvga. Va mana endi taqdir shuni taqozo qildi, ikkalasini birlashdi degan, ta'lim va biznes birlashdi. Tajriba ta'limda bor, biznes boshqaruv teoriyada bor. Endi bilmayman tajribangizdan bormi, lekin hozir ikkalasini ham qo'shsangiz agar ideal kandidat. Tajribada ham bor, ko'p xatolar ham qilib ko'rganmiz bundan oldin o'sha o'quv markazimiz bo'lgan. Boya aytganimdek, xususiy bog'cha ham yuritib ko'rganmiz, hozir ham ishlayapti xususiy bog'cha. Bundan tashqari o'sha tur agensiyamiz ham bor, aytgancha esdan chiqib qolibdi. Ziyorat turizm bo'yicha. Biznesda ham 4-5 yil bo'lib qoldi. 4-5 yildan beri biznesda ham yuribmiz, 5 yil bo'libdi. Va mana o'sha ta'lim, biznes ikkalasi shu yoqqa olib keldi mana bizani hozir. Zo'r. Demak, siz bog'chada ham, xususiy bog'chada ishlaganman dedingiz, o'quv markazida va boshqa biznes boshqaruvda tajriba bor dedingiz. Xo'p, demak sizga aynan boshqaruv, ta'lim sohasida ham, boshqa sohada ham boshqaruv sizga birinchi marta emas, shundaymi? Xuddi shunaqa, boshqaruvning ichida bo'lganman va butun shu davr mobaynida ham baribir o'zim o'qitib turganman. Ya'ni yo offline ulgurmagan paytlarimda onlayn baribir guruhlarim bo'lgan va doim o'zim ham shu IELTS instruktorlik bilan band bo'lganman.
Demak, kimlardadir shunaqa hozir sizni 21-yilda universitetni bitirgan bakalavrni deganingizga kimlardadir shunaqa his bo'lishi mumkinki, o'zi yaqinda bitirgan ekan, 4-5 yil oldin maktabning direktori bo'lgan ekan, srazu bu endi nima deb o'ylashi mumkin, lekin sizda bu o'sha boshqaruv bor, aynan ta'lim sohasida shunga qo'rqmasdan xuddi shunaqa ishni boshlagansiz. Ha, endi baribir biznesda bilasiz, tajriba o'sha xato bilan paydo bo'ladi. Shunday. Ya'ni biznesdagi bilim o'zi faqatgina o'qilgan bilim bilan bo'lmaydi. Xato bilan bo'ladi va men o'ylayman o'sha 5 yilning ichida ancha yetarlicha xatolar qilib, mana shu darajadagi proyektgacha yetib keldik. Boshida o'sha juda kichik ob'yomdan boshlaganmiz. Masalan, o'quv markazimiz ham birinchisi 2021-yildagisi 230-240 kvadratlik o'quv markazidan boshlaganman. Nisa Ladies School degan ayollar o'quv markazi bo'lgan. Birinchi biznesim o'shandan boshlangan. Undan keyin sekin-sekin o'sha 400-450 kvadratlik o'quv markaziga o'tganmiz. Keyin mana xususiy bog'chamiz bu 30 sotixli joy edi. 30 sotixli. 30 sotixli. Keyin mana shunaqa kattaroq hajmga o'tganmiz. Mana hozir endi 5 gektarlik hajmgacha yetib keldik. Demak, hamma ana shu ta'lim sohasidagi loyihalaringizda ham dars bergansiz va aynan direktor boshliq sifatida ham ish yuritgansiz. Xuddi shunaqa. Asoschi va rahbar sifatida shunaqa faoliyat ko'rsatganmiz. Ajoyib. Xo'p, mana siz tushunishimcha Toshkentda ishlagansiz. O'sha o'quv markazlaringiz ham, bog'cha ham, boshqa ko'p tajribangiz Toshkentda bo'lgan va o'ylashimcha successful, ya'ni muvaffaqiyatli bizneslar yuritib kelgansiz. Shunaqa, muvaffaqiyatsiz bo'lgan orada, misol uchun biz 2021-22-yillarda o'sha xorijiy kitoblar sotish bilan shug'ullanganmiz. Bu proyektimiz juda unikal proyekt bo'lgan. Bu Toshkentda o'sha butun O'zbekistonda o'zi birinchi proyektlardan biri bo'lgan. Onlayn yetkazib berishda, onlayn savdo qilish imkoniyati bo'lgan o'sha paytda. O'sha chet eldagi xorijiy bestseller kitoblarni sotganmiz. Bunda masalan o'xshamagan joyi ham bo'lgan. Bilmadim endi u yoqda aynan nima muammo bo'lgan, byudjet tanqisligimi yoki jamoa kichikligimi. O'xshamagan proyektlar ham albatta bo'lgan. Albatta. Ulardan ham o'sha darslarni o'rganib kelyapmiz. Ajoyib. Lekin aytmoqchimanki, hozirda ishni yuritib turgan vaqtingizda, Toshkentda muvaffaqiyatli bo'lib turgan vaqtda siz Buxoroga kelib, aynan Buxoroda maktab ochgansiz. Nimaga aynan shunaqa vaziyatda Buxoroga kelib, Buxoroda maktab ochishga qaror qildingiz? Endi to'g'risini aytsam, o'zi oxirgi yilda, mana 2025-yildan boshlab o'zi xususiy maktablar sohasiga juda qiziqib boshladim. Va Toshkentdagi bir nechta xususiy maktablarda o'zi men borib ko'rib, ichini o'rganib va hattoki bitta xususiy maktab rahbarlariga shogird tushib, uni ichini ham o'rgandim va o'zimga juda qiziq tuyuldi bu soha. Va Toshkentdagi standartlarni ko'rgandan keyin Buxorodagi standartlar hali ancha orqada ekanligini tushunib yetdim. Shundan keyin mana o'tgan yili hozir 1 yildan oshdi. 1 yil oldin men bu joyni birinchi ko'rib ketganman va mana 1 yil davomida shu Buxoro International School'ni qurish jarayoni davom etyapti. Men bu joyni ko'rib juda ham yaxshi ko'rib qolganman. Bunaqa daraxtzor, bunaqa yashillik, juda katta hudud va binosi ham aynan o'sha o'quv maskani uchun qurilgan bino bo'lgani uchun menga juda yoqqani uchun. Keyin o'zim Toshkentda bo'lsam ham, mana o'tgan yil avgustni 14-15-oylarida birinchi marta kelgan bo'lsam, avgustdan boshlandida bu ideyalar. Noyabrda birinchi konsepsiyalarimiz paydo bo'ldi. Keyin mart oyida men o'zim Toshkentdan Buxoroga ko'chib keldim. Ya'ni bu jarayon o'zi birdaniga bo'lib qolgan jarayon emas. Bu o'sha qadamma-qadam shu proyektga biz yaqinlashib kelib va oxiri mana Toshkentdan Buxoroga ko'chib kelib 6 oy bo'ldi menimcha. Mart bo'lsa, shunaqa. 5-6 oydan beri endi mana Buxoroda bo'lib turibmiz. Buxorodagi standartlar hattoki o'sha Toshkentda qilingan ko'p ishlar ham Buxoroda qilinmaganligi menga ham qiziq tuyuldi, ham kimdir qilish kerak baribir degan narsa va keyin shuni men qilaman deb shunaqa mana xizmatni bo'ynimizga olib qo'ydik endi. Ajoyib. Demak, Toshkentdagi standartlar hali Buxorogacha yetib kelmagan edi. Endi yetib keldi. Ana shu lekin ajoyib. Demak, Buxoro International School ochilgani bilan o'sha standartlar, Buxorodagi standartlar ham yuqoriga ko'tarildi desak bo'ladimi? Shunaqa desak bo'ladi. Biz endi Toshkentda emas, xalqaro standartlarni olib kiryapmiz. Misol uchun hozir biz kampusning shart-sharoitlari yaratayotgan paytda ham
o'sha Cambridge talablarini birdaniga bajarib boshlayapmiz. Aha. Biza xudo xolasa juda yaqin kunlarda Cambridge akkreditatsiyasini olish harakatida biza. Bu jarayon boshlangan. Ya'ni Cambridge International School bo'lish yo'lida biza. Va biza o'sha kampusning shart-sharoitlaridan tortib, o'qituvchini ishga olish, o'qituvchiga qo'yilayotgan talablar, bizning o'qitadigan dasturimiz hammasi, hattoki o'sha kitoblarigacha hammasini xalqaro standartlarga mos qilyapmiz. Nafaqat o'sha Toshkentdagi o'zi milliy, mahalliy maktablar, milliy xususiy maktablar, balki o'sha xalqaro xususiy maktablarning darajasiga birdaniga chiqishga harakat qilyapmiz. Bo'lganga yarasha maksimumni qilaylik degan maqsadda. Shunga hozir o'quv dasturimiz ham bizani Cambridge o'quv dasturi bilan boshlayapmiz. Va bu o'sha boshidan o'qituvchilarimiz shu bilan boshlayotgani uchun akkreditatsiya olish jarayonini bizga osonlashtiradi. Bundan tashqari har bitta o'qituvchimiz o'sha 0-sinfdan, ya'ni preschool reception sinflaridan boshlab 11-sinfgacha dars beradigan hamma ustozlarimiz IELTSdan 7 baldan yuqori ball olgan. Aynan shunaqa o'qituvchilarni olyapmiz. Bular hammasi o'sha xalqaro standartlarga javob berish uchun. Lekin talab faqat IELTS emasdi? Yo'q. Ya'ni talab o'zi birinchi o'rinda biza ularni mutaxassisligi bo'yicha o'zi ta'lim olgani va ishlab yurgani bu bizlar uchun eng katta o'zi nima kriteriyalar. Misol uchun men matematika fakultetini bitirganman, lekin hozirgacha buxgalterlik qilib yurgan desa biz unaqa hech ko'rmaymiz. Ya'ni faqat o'zi o'sha matematikani bitirgan bo'lish kerak, pedagogik diplom bo'lish kerak va matematika ustozi sifatida ishlab yurgan odam bo'lish kerak. Va shu orada o'zini ustida ishlab, ingliz tilini o'rganib, ingliz tilidan 7 kundan yuqoriroq ball IELTSdan olgan bo'lsagina, ularni biz ko'p chiqyapmiz. Ajoyib. Demak, Andoza Toshkent standartlari emas, xalqaro standartlar desak bo'ladimi? Shunaqa desa bo'ladi. Zo'r jihozlar, ajoyib, chiroyli, hammasi to'g'risi. Men ana Buxoroda bir nechta xususiy maktablarga bordik. Bu yomonlash yoki bir taqqoslash emas, lekin bunaqa jihozlarni men aynan shu Toshkent maktablarida ko'rgandim va sizlarning rasmlarida ko'rib, shunga ham qiziqib kelganman-da. Hammasi zo'r, chiroyli, lekin sinfni o'rtasida bu yerda partalar va o'tiradigan joylar qilingan. Bu yerda bo'lsa agar gilam. Nima uchun bunaqa? Men o'zi butun umr o'sha Yevropani maktablari yoki o'zi g'arb maktablarini ko'rgan paytimda juda ko'pchiligi bilasiz, sinfxona o'rtasida o'tirib oladi yoki duvalab bo'lib o'tirg'izib o'qituvchi kitob o'qib beradi yoki o'zi aktivitelar, mashg'ulotlar ko'pincha o'tirgan holatda bo'ladi. Men shu narsaga butun umr qiziqqanman. Nimaga? Nima bunga turtki bergan, lekin butun umr shunga qiziqqanman va maktabimizda ham shunaqa qildik. Hozir endi buni o'ylab turibmiz, plasmas panjara bilan yana yopamiz buni deb. Va ichiga tent qo'yamiz degan fikr berdi o'qituvchimiz, ya'ni uychalar qilib, o'sha o'zi qiziqib kirib shuni ichida o'qiydigan hudud. Ya'ni bilamiz, study corner, reading corner deydi. Ya'ni odam o'zi kitob o'qiydigan bitta hududi, kitob o'qiydigan bitta stoli bo'lsa, o'sha stolga kelib o'tirsa, o'zi kitob o'qish odati shakllanib kelaveradi. Biz ham aynan shunaqa qilib kitob o'qish uchun, yana bundan tashqari dam olish uchun shunaqa gilam tashlagan hudud qildik. Hamma sinflar ichida bor bunaqa. Bemalol o'quvchilar misol uchun o'tirib zerikkan paytida turib, bu yoqqa kelib, shu yerda o'tirib darsini qilishi mumkin yoki o'qituvchilari ko'chaga olib chiqib piknik zonasida ham xuddi shunaqa qilishi mumkin. Demak, bu faqat boshlang'ich sinflarda emas, bar sinflarda bormi? Yo'q, bu faqat 0 dan 4-sinfgacha bor. 4-sinfgacha. Demak, o'sha bolalar ayni qiziqadigan, o'ynaydigan vaqtida ularni partaga mixlab qo'yish emas, yurib mana gilamning ustida bo'lsa ham, boshqasi ham. Bundan tashqari o'sha tabiat qo'ynida ham piknik sifatida o'tirish kerak bo'lgan dars jadvalimizga kiritilgan. Har bitta ustozga majburiyat yuklangan. Olib chiqib o'sha ko'chada o'zimiz sharoit qilib beramiz. Daraxtlarning ostida yana dars o'tishi mumkin. Bundan tashqari o'zi mana yaqinda biz zakaz berdik. Xudo xolasa yaqin kunlarda keladi buyurtmamiz. Biz otxona tashkil qilyapmiz. Otxona? Haqiqiy otlar bilan. Otxona. Mashalloh. Endi katta otlar emas, hozircha to'y zakaz qildik. Va ular uchun o'sha yog'och o'zidan yasalgan otxona, o'rab olingan panjara qilyapmiz. Unda o'sha metal qatnashtirmaslik qaroriga keldik biz ko'p o'ylab. Buni biz boshida endi tepasini yopamiz yoki metaldan qilamiz degan fikrlarimiz bor edi, lekin oxiri baribir haqiqiy yog'och o'zidan o'sha nima deydi? Bolor deydi-ku, qo'shada. Xuddi o'sha bolorni o'zidan qilib shunaqa buyurtma qilganmiz. Xudo xolasa tez kunlarda bo'ladi. Xudo xolasa. Alohida kelsangiz yana uni kelib alohida aytishimiz kerak albatta. Xo'p, qarang, biz hozir yuqori sinflar guruhidamizmi? Xudo
Hammasini tushunaman. International school, kitoblar, ingliz tili, boshqa. Lekin nimaga har biriga bittadan bu yerda planshetlar turibdi? Bu prosta korobka emas, og'irligi bor. Endi tosh solib qo'ymagan bo'lsalar agar, lekin og'irligi bor. Ochilmagan bularchi? Hatto ochilmagan. Siz ochamiz hozir bir ikkitasini. Shart mayli endi ochayotgan bo'lsangiz agar. Tosh emasligiga iymon hosil qilish uchun. Shunaqa. Bular endi biza butun maktabimizni telefonlarsiz hududiga aylantirganmiz. Telefonni ishlatish mumkin emas, lekin boshida biza telefonlarsiz hudud bo'lyapti maktabimiz, maktabda telefon ishlatish mumkin emas deganimizda bir ikkita ota-onalar bizning maqsadimizni tushunmadi. Va men o'sha internetda negativni ko'rdim. Ota-onalar nimaga o'zi butun dunyo texnologiyaga qarab ketayotgan paytda siz texnologiyani cheklamoqchi bo'lyapsizlar deganday savol so'radi. Endi biz aytmoqchi bo'lganimiz, biz texnologiyani cheklamaymiz. Biz texnologiyani nazorat ostida ushlamoqchimiz. Ya'ni o'quvchilar o'zi bilamiz, qo'liga device, ya'ni o'sha qurilma berib qo'ygan paytda o'zini o'zi nazorat qila olmaydi. Juda ko'p vaqt sarflaydi, keraksiz ma'lumotlarni oladi, ma'lumot filtr qilish hali qobiliyati paydo bo'lmagan, o'ziga kerakli yoki keraksiz narsani ajrata olmaydi. Shuning uchun biz ularni texnologiyadan o'zmoqchi emas biz. Texnologiyani kerak bo'lsa o'zimiz beramiz. O'sha eng yaxshilarini beryapmiz. Va shunga yarasha bular bizani nazoratimiz ostida. iCloud bizga ulangan, parental control, ya'ni o'sha ota-ona nazorati o'rnatilgan, iPadlarga, Wi-Fi'larga cheklov o'rnatilgan va ular faqatgina biza xohlagan va biza imkon beradigan narsalardan foydalana oladi. Va kun oxirida iPadlarni yana biza screen time, ya'ni o'sha ekran vaqtini tekshiramiz. Demak, o'quvchilar maktabda bo'lgan vaqtida telefonlarni olib qo'yiladi-yu, ular shu siz bergan iPadlarni ishlatishadi. Xuddi shunaqa. Va uyga ketayotgan vaqtlarida iPadlarni qoldirib, telefonlarni olib ketishadi. Xuddi shunaqa. Ajoyib. Bu qanaqadir cheklov deyishlari ham mumkin, cheklov emasmi? Bu cheklov, biz o'zimiz ham shunaqa deymiz. Biz telefonlarni cheklaymiz, shaxsiy qurilmalarni cheklaymiz va texnologiya internetdan faqatgina nazorat ostida filtrlangan ma'lumotni olishga imkoniyat yaratamiz. Bo'lmasa cheklovsiz bu bilasiz qudratli-yu, lekin yomon narsaga xizmat qiladigan qudratli. Shunday, hali bolalar oqni qoraga ajratadigan nimaga kelmaganda, xuddi shunaqa. Yoshga kelmagan. Xuddi shunaqa. Ajratib berish kerak ular uchun. Bu yo'lak, demak, asosiy binodan qayerga boradi? Oshxonaga o'tib ketadi. Oshxonaga o'tib ketadi. Lekin bu yerga nima uchun gazon kerak? Bu o'tiradigan joylar shuncha qo'shimcha yana nimalardir qilish bolalar uchun. Bu taltaytirib yubormaydimi? Biz aslida bu joyni hozir buni ham kitob o'qiydigan zonaga aylantirmoqchi biz. Buni ham buyurtma berganmiz. Stelajlar tayyor bo'lyapti, kitob javonlari. Oraliqda o'sha kitob javonlari terib chiqiladi. Va ikkita kitob javon orasida ikkita uchta o'quvchi o'tirib, yo gaplashish, yo o'sha darslarni qilishi mumkin. Endi bundan maqsad o'quvchilar ketma-ket og'ir darslarni o'qigandan keyin o'sha orada ularga dam olish vaqti ham beriladi. Dam olish vaqtlarida biz ularga hech qanaqa mas'uliyat yuklamaymiz. Xohlasa ko'chaga chiqib o'ynashi mumkin, xohlasa hattoki bizda uxlab oladigan xonalar bor. Student lounge. Hatto shunaqa xonalar ham bor. Student lounge bor. O'g'il bolalar, qiz bolalar uchun alohida. Ichida o'zining dushlari bilan birga. Dushlari ham bor. Biz o'sha og'ir fanlardan keyin orada ularga dam olish vaqtini berganmiz. Dam olish vaqtida o'zi xohlagan joyda xohlagan ishni qilish mumkin. Hattoki ham ko'chada biz stol tennislari va o'sha table games deydi, stol o'yinlarini ham yana qo'yib qo'yapmiz. Chiqishlari uchun yana bemalol o'sha stressni chiqarib yuborib, yana keyingi darslarga, qo'shimcha darslar, kurslarga tayyorgarlik qilish uchun aynan shunaqa sharoit qo'yapmiz. Bular endi bizlar uchun, Buxoro xalqi uchun yangilik bo'lishi mumkin, lekin bu o'zi xalqaro maktablarning hammasida standart. O'shani aytaman-da, sharoit zo'r, chiroyli, ajoyib deydi ba'zilar. Lekin menimcha bu endi bare minimum bo'lmasa ham, lekin standart shunaqa bo'lishi kerak aslida. O'zi bular hozirgi yoshlar yaxshi sharoitlarda o'qimayapti. Biz o'zimiz aslida yomon sharoitlarda o'qiganmiz desam, o'sha norma sharoitda o'qiyapti-da. Shunday. Ajoyib. Bu bo'lmasa, endi qarangda, siz hozir tepadagi sinfxonada, pastdagi sinfxonada bolalarni o'sha gilam to'shalgan, o'sha yerda shakllantiramiz o'qish o'sha odatini dedingiz-da. Bu yerda kelayotgan bo'ladi, oshxonaga ketishda, bu yerda o'sha gilamni ko'radi, o'sha miyada yana o'qishim kerak. Xuddi shunaqa. Qolib ketadimi? Bemalol yana o'tirib o'qishi mumkin, o'qishni davom ettirishi mumkin. Buni endi aynan yana oshxonaning yoniga qo'yganimizda sabab bor, chunki o'quvchilar tanaffusga chiqqan paytda yoki o'sha o'rtadagi dam olish vaqti bo'lganda asosiy binodan chiqadi ular. Asosiy binodan chiqqan paytda mana ko'pincha endi
yo tushlik qilishga kirgan bo'lishi mumkin, tushlikdan chiqqan bo'lishi mumkin. O'sha paytda mana shu hududda bo'lib tursin yoki bu yoqdan ko'chaga chiqib mashg'ulotlar binosi yoki nima zonalarimiz, piknik zonalarimizda chiqib o'sha yerda kitobini o'qishi mumkin deb aynan shu zonani tanlaganmiz. Hozir biz qayerdamiz? Hozir oshxona hududimizda. Oshxonamizda birdaniga 400 tacha o'quvchi sig'adi. Lekin biz o'sha har bitta darajani alohida smenaga bo'lganmiz. Va yana bitta o'sha Buxoro uchun yangiliklardan biri biz 3 mahal smena bilan ovqat beramiz, lekin bundan tashqari oshxonamiz doim shved stoliga o'xshash ochiq turadi. Kuni bo'yi. Ha. Masalan, bugun ham tushligimizda menimcha bir 5 xil ovqat bor edi. O'sha 5 xil ovqatning ichidan o'ziga qaysi o'quvchiga ma'qul bo'lsa, o'shani tanlab yeyishi mumkin. Buni qilganimizdan asosiy sabab endi biz ota-onalar fikrini oldin o'rganganmiz. Maktab ochishdan oldin o'sha boya aytgandek juda uzoq vaqt bu proyekt ustida ishlaganimizda 2000 dan oshiqroq ota-ona o'rtasida so'rovnoma o'tkazganmiz. Va bu so'rovnomalarda xususiy maktabda bo'lsin, davlat maktabida bo'lsin, farzandim qorin to'ymayapti, farzandim o'sha maktab hududidan tashqariga chiqib yana oziq-ovqat izlayapti yoki maktab hududiga buyurtma qilyapti degan ko'p ota-onalar. Xususiy maktablarda. Xususiy maktablarda ham, davlat maktablarida. Shunaqa ota-onadan shunaqa biz shikoyatlarni eshitganmiz va shu uchun shu muammoni hal qilish uchun va o'quvchi to'liq xayoli tinchgina o'qishim kerak degan xayolda bo'lishi uchun biz ularga tanlovlar beryapmiz. Masalan, nonushtaga kelgan paytda ham bir nechta tanlovlar bo'ladi. O'sha tanlovlarning ichidan o'zi terib, o'zi xohlagan ovqatlarni o'tirib yeyishi mumkin. Xohlagancha. Va tushlikda ham xuddi shunaqa va masalan tushlik bilan ikkinchi tushlik orasida ham yana bizda meva-chevalar va yengil o'zi snacklar deymiz, o'sha tamada qilish mumkin bo'lgan narsalar turadi. Ular bemalol o'zi yig'ib chiqib yana kelib yeyishi mumkin. Wow. O'zim ham kelib o'qiymanmi nima? Endi biz qayerdamiz? Endi biz mashg'ulotlar binosida. Bu binomizda asosan o'sha extracurricular activities deymiz, ya'ni akademik darslardan tashqari bo'lgan mashg'ulotlar o'tiladi va har bitta xonamiz o'sha bitta mashg'ulotlar uchun bo'lib berilgan. IT xonamiz, kutubxonamiz, bu yerda robot texnika xonamiz, rassomchilik o'sha art xonalarimiz hammasi shu binoda joylashgan. Ajoyib. Xonalarni ko'raylik? Hammasini tushunaman, texnologiya, robototexnika, boshqa, lekin maktabga 3D printer nima uchun kerak? Bu biz hozir o'quvchilarimizga 3D modeling, ya'ni 3D modellashtirishni o'rgatyapmiz. IT va robototexnika ustozlari ikkalovi birgalikda shuni nima qilyaptilar. Va boshlang'ich, masalan, hozir birinchi buyurtma kelib tushdi. Robototexnika o'quvchilarimizga bu boshlang'ich sinflarda har bitta o'quvchimizga polka berilgan, ya'ni shu shkafchik berilgan. Har bitta shkafga bizning o'zimizning ranglarimiz qatnashgan, o'sha yashil, oq qatnashgan. Har bitta o'quvchining ismi yozilgan name tag qilib berish buyurtmasi tushdi. O'quvchilar ustozlar bilan birgalikda o'sha 3D modellashtirishni o'rganib, aynan shunda shu narsalarni yasab berishadi, xudo xolasa. Maşallah. Demak, o'zlari yasashadi. O'zlari maktab ichiga kerak bo'ladigan narsalarni yasashadi. Ajoyib. Shu darsda ham o'rganishadi va o'sha yasab o'sha prosesda o'rganishadi. Amaliyotda qo'llab o'sha narsalarni. Amaliyotda qo'llab o'rganishadi. Demak, bugun birinchi dars bo'lgan bu xonada, shunaqami? Notebooklar bular o'qituvchilarnikimi? Yo'q, bu notebooklar hammasi o'quvchilarniki. Mana ustiga menimcha ismi yozib qo'yilgan. Mana bu Maftuna degan o'quvchimizniki. Mohinur, Manzura Bonu. O'quvchilarga notebooklar biz o'zimiz tomonidan beriladi, maktab tomonidan beriladi va ular o'sha 3D modellashtirish va dastur yozish uchun ishlatiladi robototexnika darslarida. Bular elektrik kelib ketgan jihozlash uchun shulardan qolib ketganmi? Bu bugungi eksperimentlarimizdan biri uchun kerak bo'lgan narsalar bular. Bugun o'quvchilarimiz kartoshkadan 1 vatt elektr toki olishni o'rganishdi. Shunaqasi ham bo'ladi. Kartoshkadan tok olsa, mana birinchi marta ko'rdim. Ular kartoshkadan tok oldi bugun va bundan tashqari mana bu ko'rayotgan motorchingiz bu bizda mana u yoqda ham baklashkadan turibdi. Xudo xohlasa bizda shanba kuni basseynimizda qayiqlar jangi bo'ladi. Qayiqlar race deydi, poygasi bo'ladi. Poygasi. O'quvchilarimiz keyingi darsda yasash kerak bo'lgan narsa bu baklashkalarning ustida ular motor qo'yib qayiq yasaydi va bu qayiq bilan basseynimizda xudo xolasa kelib ko'rsangiz bo'ladi, bizda poyga bo'ladi keyin. Bu maktabda nima o'quvchilar o'qiydimi o'zi yoki sirazu injenerlarni olib kelib o'qitasizlarmi? Endi bizning hozir asosiy maqsadimiz STEM fanlarini chuqurlashtirib o'rgatish. Shuning uchun biz aynan o'sha science, technology darslariga juda katta urg'u beryapmiz. Va bilasiz, top universitetiga kirish uchun aynan shu sohalar juda ko'p prioritet beradi.
Demak, shuncha sharoit, shuncha qulayliklar, xalqaro standartlar, nima qilish kerak? 300 o'rindan bittasini band qilish kerak. Shunday, ajoyib. Chunki joylarimiz kam. Aha. Va o'sha biz boshidan aytib kelyapmiz o'zi, maktabimiz Buxoro shahridagi xususiy maktablar ichida eng qimmat bo'lyapti. Va ko'rib turibsiz, shunga yarasha sharoitlar yaratilyapti va bor yo'g'i biz 300 ta o'quvchi bilan ishlaymiz. Chunki hajmni ko'paytirib biza birinchidan biza xohlayotgan kadrlarni topa olmaymiz Buxoro shahrida. Chunki hozircha mana Cambridge dasturi bo'yicha dars bera oladigan ustozlar hali yetishib chiqmagan. Va biza boya aytganimizdek faqatgina bitta sinf bitirtirib va o'sha sinfni har birini top 100, top 50 ta universitetga kiritish maqsadimiz. Balki bu maqsadni bajarib bo'lganimizdan keyin qanaqadir o'sha maktab takliflari yoki maktabdagi o'rinlar ko'payishi mumkin. Hozircha lekin birinchi 3 yillik, 5 yillik rejalarimizda o'quvchi sonini ko'paytirish rejamizda yo'q. Faqatgina o'sha 300 o'rinli maktab bo'lib qolish bizning hozircha rejalarimizda. Ajoyib. Rahmat ajoyib suhbat uchun, maktabni ko'rsatganingiz uchun va o'zingizni tajribangiz, fikrlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun. Umid qilamanki, Xudo xolasa rejalaringiz aynan maktab bo'yicha qilingan rejalar, ta'lim sifatini oshirish Buxoroda shunaqa o'zingiz o'ylagandek va undan ortiq bo'lishini tilab qolamiz, Xudo xolasa. Rahmat sizga ham xush Sizga ko'ribsiz. rahmat.